Maxtumning tahdidi. Anvar o'rtaga dasturxon yozib, ikkilagan manti chiqarib qo'ydi. 3 kishi qamti o'ltirib, manti tanovul qilishdilar. Taom asnosi Shahidbek sekin-sekin maqsadga yondashib keldi. Xalq og'zida duv-duv gap, dedi manti chaynab. Go'yo siz marhum Sarmunshiy o'rniga nasib qilinar emishsiz deb. Bu haqiqat gapmi yoki ovozami, yaxshi payqolmadik. Bu so'zning haqiqatini hozir o'zi sizdan eshitamiz-ku, lekin sizga xayrixoh bo'lgan taqsirim va mendek kishilarni bu shoya benihoyat xursand qildi. Darhaqiqat bu martabaga nihoyatda layoqatingiz bor ekanini o'rda arboblaridan ham eshitamiz. Shahidbek so'zni shu joyga keltirib Maxtumga qaradi. Maxtum soqolidagi xamir ushog'ini olib mehmonni laganga targ'ib qildi. Kecha va o'tgan kunlarda, dedi Maxtum lagandan olgan mantisini qo'lida ushlagan kuyi. Bu shoylarga men ham ishonmagandek edim. Ammo bu kungi dovruq meni ham taajjubga qo'ydi. Voqean Anvar Sarmunshiylikka mansub qilinsa, ne g'aroyibligi bor. Alhamdulillah, fazli kofi, aqli solim, istidod bo'lsa, boz inchinin. Anvar qo'li laganda ekan, kulimsirab qo'ydi. Shahidbek kech harorati va manti issiqligi ta'sirida yana o'bdan terlagan edi. Ro'moli bilan manglay va bo'yin terlarini artar ekan, Anvarga qaradi. Xo'sh, Mirzo Anvar. Shunday gaplar bor, dedi Anvar Maxtumga ko'z qirini yuborib. Ammo bu gaplar mening xohishim va rag'batim xorijida bo'lmoqda. Shuning uchun bu shoyalarga ahamiyat berishga arzimaydir. Shahidbek Maxtum bilan ko'z urishtirib oldi. Ya'ni siz sarmunshiylikni xohlamaysiz, deb so'radi. Albatta. Sabab? Sababi shuki, dedi Anvar. Men buningdek mas'ul, ayniqsa tantanalik vazifalarga havaskor emasman. Albatta shunday-ku, dedi Shahidbek. Ammo kishi alal xusus sizga o'xshash yigitlar hamisha bir o'rinda o'ltirib qolmaydirlar. Tajriba, istidodlari o'sgan sayin yuqoriroq martabalarga mina boradirlar. Shuningdek, sizni ham yuqori martabaga ko'tarmoqchiga o'xshaydirlar kim? Buni sizning havaskorligingiz emas, fazlingiz taqozo qilib, bunda siz asosan har qancha qarshi bo'lsangiz ham layoqatingiz yana sizni bu xizmatni qabul qilishga majbur etadir. Kishilar mubolag'a qilgandek menda istidod yo'q, dedi Anvar yerga qaragan holda. Undan keyin o'rdaga kechagina borgan menga o'xshash yoshlarning bosh mirzo bo'laman deb umidlanishlari ayni bir kulgidir. Ya'ni demoqchimanki, bu vazifa tamaidan 10, 20 va balki 30 yillab ko'zini to'rt qilib kelgan munshiylar, mufti va shoirlar bor. Ularning yonida menga o'xshash bir yosh tajribasizning ham ta'malanishi kulgi emasmi? Ayniqsa o'rdadagi urf-odatlarni va tajribalarni o'z ko'zidan va boshidan kechirib turgan kishilar tomonidan bu shoyani durust deb ishonilishiga taajjub qilaman. Shahidbek qo'lini artar ekan kuldi. Shu ishonchsizligingizning o'zi ham bir bolaliq. Bolaliq, deb qo'ydi Maxtum. Manti tanovul qilinib bitdi. Maxtum laganlar tegini ichib yaladi. Fotihadan so'ng lagan va dasturxonlarni ichkariga eltmoqchi bo'lgan Anvarni Shahidbek to'xtatdi. Laganlarni qo'yib turing-chi, Mirzo, ilgari haligi masalani yechaylik. Anvar qo'lidagi dasturxon va laganni sufa labiga qo'yib o'ltirdi. Maxtum gulduros bilan kekirib ustidan alhamdulillah ham deb oldi. Xo'sh, Mirzo Anvar. Gap boyag'icha, bek aka, dedi Anvar. Bu masala ahamiyat berishga arzimaydir. Shahidbek Maxtumga qaradi. Maxtum Anvarni jerkdi. Arziydirmi, yo'qmi? Axir so'zga quloq ber-da, Anvar bolam. Xo'p, marhamat qilsinlar.
eshitishimizga qaraganda, dedi qo'lini o'ynatib Shahidbek, janobga manzur qilinganlar orasida sizning ham nomzodingiz bor ekan. Anvar kulimsidi. Bor deb eshitdim. O'rdadagi ishonchli kishilarning so'zlariga qaraganda, yorliq sizning otingizga bo'lar emish. Bo'ldi bilan bo'lar emish orasida katta farq bor. Xo'p, dedi o'zini yelpib Shahidbek. Biz bu ikkisini bir yoqqa qo'yaylik-da, ikki oradan basharti bo'lsa, fe'lini olaylik. Basharti yorliq sizning ismingizga bo'lib qolsa, siz shunda nima qilasiz? Anvar kulib Maxtumga ko'z qirini tashladi. Siz bu basharti bo'lsag'a ham ishonmang, bek aka. Maxtum xo'mrayib Anvarga qarab qo'ydi. Shahidbek yana so'radi. Axir shu ehtimolga qarshi javob bering-da. Men iste'fo va uzr arizasi berar edim. Hamoqat, dedi Maxtum va teskari qarab oldi. Shahidbek taassuf qilgan kabi boshini chayqadi. Bu so'zingiz bilan boyag'i gapingizga qarshi bordingiz. Boya mendan boshqa bo'ladirganlar ham bor. Men bu ishga umidlanmasam ham bo'ladir degandek qilgan edingiz. Hozir ersa boshqa narsani aytasiz. Kufroni ne'mat non topgulik, dedi Maxtum. Anvar yana kulimsidi, ammo jiddiy tus olgan edi. Xayr, kishilar o'ylagandek mening mirzaboshliqqa iste'dod va layoqatim ham bo'lsin. Agar yorliq bersalar va bu vazifani qabul ham qilayin, dedi. Ammo anavi 20-30 yildan beri shu mansabni qayg'usida kelgan kishilar tinch yotadir, deb o'ylaysizmi? Har zamon oyog'imdan chalmaydilar, deb ishonmaysizmi? Mana shu andishada tuban va ahamiyatsiz bo'lsa ham hozirgi xizmatimni a'lo ko'raman va shu mulohaza bilan taqsirim aytganlaridek kufroni ne'mat qilmoqchi bo'laman. Shahidbek Maxtumga qaradi. Maxtum Anvarga qarshi chiqdi. Sen o'z ishingni bilib qilsang, vazifangda sustlik ko'rsatmasang, dedi. Senga butun olam dushman bo'lganda ham bir mo'yingni ham qilolmas. Chunki haq hamisha g'olibdir. Haqsizlik ersa mag'lub. Tuhmat va bo'xton xavfida marakadan yuz o'girish yigitlarning ishi bo'lmas. Chunonchi ushbuning misoli Turkiyada ham bor. Chumchuqdan qo'rqib tariq ekmagan deb qo'rqoq kishilarni masxara qiladirlar. Shunga o'xshash sen ham chumchuqdan qo'rqib tariq ekmaguvchilar halidan bo'lsang. Men yanglishib yurgan ekanman-da, bolam. Haqiqat, deb kuldi Anvar va biroz o'ylanib to'xtaldi. Haqning haqsizlikqa g'olib kelganini og'izda eshitsam ham shu choqqacha amalda ko'rolmadim, dedi. Masalan, mendan ham o'zingizga ravshanroqdir kim? Mirzolardan Saidxon, Mulla Siddiq va Mo'minjonlarning boshiga qanday falokatlarni solmadilar. Holbuki, haqiqatda ular xon o'ylagancha xiyonatchi kishilar emas. Faqat bu uchovining yomonliklari bir necha adovatlik mirzolarning to'qima tuhmat va bo'xtonlari edi. Ayniqsa, o'zim bir necha yildan beri o'rdada ishlab, shuningdek o'z ora fisqu fasodlarni har kun uchratmakdaman va shuning uchun bo'lg'anch bir muhitda shunday talashliq vazifani o'z ustimga olishdan hazar qilaman. Sening misoling, dedi Maxtum, nodiran voqedir. Agar shunday hodisalarni o'ylab tursang, o'rdada emas, hatto ko'chada ham yurishing maholdir. Baxting bunchalik kulgan ekan, jabonat bilan davlat qushini qo'ldan uchirish kufroni ne'mat, bolam. Ha, taqsir, dedi Shahidbek. Ayni hikmat so'zlaysiz. Ukam Mirzo Anvar baxt degan narsa yigitga butun umrda faqat bir martaba qaraydir. Agar shunda mahkam tutib qolsangiz, xo'p, bo'lmasa hamisha otning keyingi oyog'isizda. Tilak va tashviqotlaringiz xolisona bo'lgani uchun tashakkur aytaman, dedi Anvar. Yana shu holda meni ma'zur ko'rasiz. Maxtum yana qizishdi. O'ng ko'zini qisib bir yoqlama Anvarga qaradi. Chunki u juda achchig'i chiqqan kezlarda kishiga shu xilda qarar edi. Men kim, Anvar? Siz ustozim. Bas, ustozingning, dedi Maxtum. Shu kungacha qaysi ta'limidan zarar va qaysi kengashidan zoyiqlik tortding? Naftan boshqa hech, lekin o'z umrimda bir gustoqlik qilmoqchiman. Maxtum yana achchiqlanib bir-ikki tamshandi. Boshqa narsaga gustoqlik qilsang qil. Illo hozirgi inoding ayni hamoqat.
dedi qo'lini paxsalab. Agar men senga ustoz va ota bo'lsam, bu ishga quloq qoqma. Illo o'zing bil, tuzukmi? Anvar indamadi, chunki Maxtum keyingi jumla bilan ma'lum bir tahdidgacha borib yetgan edi. Qizishmang, dedi Shahidbek. Mirzo Anvar siz o'ylagan yigitlardan emas. Albatta, Mirzo Anvar aytgandek, o'rtada o'shanday gaplar ham yo'q emas. Va lekin men azmoyishchi bo'lsam, shuni aytib qo'yayki, o'rdadagi kattadan kichik Mirzo Anvarga hurmat bilan qaraydir. Chumolini og'ritmagan kishiga kim ham adovat qilsin? Habba, dedi Maxtum. Endi nima qoldi? Orada go'daklik xavfidan boshqa hech gap yo'q. Oyiga 40 tillo vazifa, anvoyi hadiyai shohona yana eldan ko'riladirgan obro', hurmat. Hay. Maxtumning keyingi jumlasi Anvarni kulimsitdi. Kuchlanib, jiddiyatini saqlagan holda, hozircha meni bosh munshi qilib yorliq berganlari yo'q, dedi. Shuning uchun bu to'g'rida so'zlashish menga qolsa hali ertaroq ko'rinadir. Men ham buni bilib turibman, bolam Anvar, dedi Maxtum. Basharti bu martabani Xudoy taolo senga nasib qilsa, haligidek bolaliq aqling bilan nobud qilib qo'ymag'al deb so'zlayman. Eshitishimga qaraganda, janobga bir ariza yozib, uzr bayon qilmoqchi emishsan. Kim aytdi? Kim aytganini qo'ya ber, ammo boyag'i harakatlaring bu ko'ribaddan ham qaytmaslig'ingga bizni ishontiradir. Darhaqiqat, ushbu xabar to'g'rimi? Sizga arz qilgan kishi balki bilib so'zlagandir. Basharti siz bu fikrimni ma'qul topmasangiz, albatta majburman. Habba, dedi Maxtum tamom ochilgan qiyofatda. Go'daklik lozim emas. Jabonat ko'p mazmum sifat. Osilsang ham balandorg'a osil maqoli ko'p purhikmat so'z. Maxtum shu gapni aytish orasi qone va mag'rur Shahidbekka qarab oldi, chunki u bu mag'ruriyatga ikki jihatdan haqli edi. Basharti siz ma'qul ko'rmasangiz, deb Anvar o'z rizolig'ini Maxtumning yolg'iz shaxsi bilan bildirdi. Ham shu jumla bilan ustozidan boshqalarning o'z rayiga qarshi bora olmasliklarini anglatdi. Yaxshig'ina tushirilgan manti va odatdan tashqari entikib, halloslab ko'p so'zlash natijasida Shahidbek charchab, yostiqqa suyanib qolgan edi. Shuning uchun u ikki oradagi anglashishni yonboshlagan ko'yi tabrik etdi. Balla, Mirzo, balla, gap shunday bo'lsin. Bir ikki piyola choy ichishgandan so'ng Maxtum bilan Shahidbek Fotiha o'qib shom namoziga qo'zg'alishdilar. Anvar Shahidbekni o'rta eshikkacha kuzatib bordi. Shahidbek Anvar bilan xayrlashar ekan, inshaalloh yorliq olarsiz deb o'ylayman. Bir necha zakotchilar to'g'risida siz bilan kengashadigan gaplar ham bor. O'z farzandimizdek yigitsiz, sizning mirzoboshi tayinlanishingiz bizga ayni muddao, dedi. Yovda bo'lsa tezagi tegar emish. Anvar o'z bolangiz-da. Anvar ularning so'ziga qarshi majhul bir vaziyat saqlagan holda bosh qimirlatib so'faga qaytdi.